Bolalar hozirgi kunda juda ham tez zerikib qoladi. Har bitta xonamizda sanuzil bor. Maktab nomiga keladigan bo'lsak, nega aynan Dream Garden? Bu nimadan ilhomlangansiz? Dream Garden nomini o'zim qo'yganman. Ovqatlari, sharoiti, ustozlari, hamma joyi yoqadi. Farzandiga nisbatan kutilmani to'g'ri qo'yishi va maqsad uyg'otib berishsin bolalarga. Ota-onalar, farzandingiz sizni kelajagingiz. O'shaning uchun farzandingizni qayerga topshirayotganingiz bo'yicha alohida surishtiring, ustozi bilan alohida suhbat qiling, erinmang va maktab yoki bog'cha rahbari bilan alohida suhbat qiling. Mana shundan keyin ishonch bildirib topshirgan joyingizda albattaki kerakli o'zingiz xohlagan natijaga ega bo'lishingiz mumkin. Boshlagan loyihalarga omad tilaymiz. Tasavvur qiling, farzandingizni sinov muddati asosida maktabga olib keldingiz. Bir hafta davomida ustozlar, sharoit unga mos keladimi, yo'qmi ko'rdingiz va undan keyingina maktab bilan shartnoma asosida doimiy maktabga keladi. Ajoyib, bunday imkoniyat biz turgan maktabda bor va bugungi obzorimizda Dream Garden xususiy maktabi. Assalomu alaykum, men Afruza va Promaktab loyihasi. Bugungi obzorimizda Dream Garden xususiy maktabi va biz bilan bugun Xosiyat Azimova hamrohlik qiladilar va tanishtiradilar maktabni. Assalomu alaykum. Aytib o'tganlaridek, bugungi loyihalarida bizning maktabda mehmondalar Dream Garden maktabimiz va bir joyning o'zida joylashgan bog'chamizga bugun sizlarni vizual holatda ekskursiyaga taklif qilamiz. Dream Garden maktabi va bog'chasi bir joyda joylashgan. Bu loyihani o'tgan yildan olg'a surganman. Nimaga? Chunki hozirgi kunda ota-onalarning eng katta bezovta qiladigan muammosi bu probka. Va bilamiz, biz o'zbek xalqi ko'p farzandlimiz, katta farzandimiz maktabga, kichkina farzandimiz bog'chaga boradi. Har xil lokatsiyalarga borishgandan keyin albatta o'zlarining ish joylariga vaqtida yetib borish muammo bo'ladi. O'shaning uchun mana shu muammolarga yaxshi yechim qilish maqsadida bir joyda ham bog'cha, ham maktab qilishni reja qilganmiz. Va bu asosan ekosistema. O'zimizni bog'chamizda ta'lim tarbiya olayotgan bolalar bizning maktabimizga tayyor bo'lib chiqishadi. Bu yangi loyihamiz hozirda o'sha Mirobod tumanida joylashgan. Xo'p, kiraverishimizni ko'ryapsiz. Alohida men o'zim ishlov berganman. Yerlarimizdagi ko'proq yashil, nima deymiz, yashil оформление deymizmi, shularga ham ahamiyat berganmiz. Nimaga? Umumiy holatda bola qolipdagi maktabda emas, balki o'zini yaxshi, yengil his qiladigan joyda bo'lishi kerak va birinchi etajda ekosistemaga xos holatda bog'chamizni joylashtirganmiz. Tepa-tepa qavatlarda maktab qismlariga ajratilgan. Umumiy nechta qavatdan iborat o'z bino? Xo'p, umumiy 4 qavatdan iborat. Qo'shimcha podvalimiz bor. Podvalimizda alohida bolalarimiz 4 mahal ovqatlanish uchun oshxonamiz tashkil qilingan. Balki o'zini yengil his qilish uchun mana shu oq rang tanlanganini ham xususiyat aynan shundami, bolalar o'zini yengil. Shunaqa. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, ko'p maktablarda devorlarning ranglari juda ham rang-barang. O'zi asl soham mana ruhshunos. Biz ranglarni ham qanaqa ta'sir qilishini ko'p o'rganganmiz. Juda ham to'q ranglar kadrda chiroyli chiqadi, reklamada zo'r ko'rinadi, lekin bu bolani biroz charchatib qo'yadi. Ya'ni juda ham to'q ranglar devorlardagi doimiy bolani qamrab olgan to'q ranglar biroz bolani charchatishidan tashqari uni birozgina emotsiyalariga ham ta'sir qilar ekan. Demak, hozir bog'chani ko'zdan kechiramiz. Hozirda dars protsessi bog'cha va maktabimizda bir vaqtda boshlanadi va bir vaqtda tugaydi. Hozir mana shu birinchi etajimizda joylashgan bog'cha xonalarimizni ko'rishimiz mumkin. Avvaldan ogohlantirilmagan, to'g'ri kirib borishimiz mumkin, lekin birozgina bolalar chalg'iydi. Nima deymiz, kiramizmi? Albatta. Bu yerda Everest bu har bitta guruhning nomi, to'g'rimi? Shunaqa. Hammasi turlicha nomlangan. Xuddi shunaqa bog'cha guruhlarimiz uchun ham, maktab guruhlarimiz uchun ham nomlar bilan ataganmiz. Ya'ni avvaldan stereotiplar bor. Bu birinchi A sinf yoki birinchi B sinf. Harflar.
Lekin agar xabaringiz bor bo'lsa, ota-onalarda o'ylashadiki, A sinf har doim yaxshi ustoz o'tadi. B yoki D sinflar u qoloq deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Mana shu muammoni nariga chetga surish uchun biz nomlaganmiz. Bog'cha guruhlari uchun alohida rejalar, metodikalarni ishlab beradilar va alohida har oylik ekskursiyalar bor, maktabda ham, bog'chada ham. Bog'cha guruhlari uchun ekskursiyalar tashkil qilish, tadbirlarni tuzish bo'yicha alohida yordamchi metodistimiz. Shuning uchun ancha yildan beri birga ishlaymiz. И он одет. Какие штанишки у него? Какого цвета? Красного. А человечек справа от меня идет направо. И у него штанишки какого цвета? Rus guruhlar qo'shimcha ingliz tili va В arab руках tili держит красный qo'shimcha chet шарик, да, tillari человечек, o'rgatiladi. который направляется в правую сторону. Bu xonada ham dars qilishadi, ham yotib Dam olishadi. olishadi shunaqa. У него зеленый шарик, аlohida да, в руках. sinovdan Что вам o'tgan нужно сделать? Именно найти подходящие рисунки qo'yilgan и avvalgi закрасить kichkina таким bog'chamda же ham цветом. boshqa loyihalarni Ясно? ham shu mebellardan Достаем какие foydalanganmiz. карандаши? Красные, синие. Judayam Три цвета. Достаем зеленый, qulay красный, va синий. ya'ni Interaktiv ham. ha shunaqa birozgina qiziq Qiziqarli. holatda. Hattoki esinchilari. Shunaqa. Stullarga uch burchakli qilingan Ты ekan. уже понял, да, что надо делать? Ba'zida bu tartibni o'zgartirib turamiz. Maktab holatidagi Обязательно. tahlilimiz yoki bo'lmasam qo'yib razna qilib tahlilimiz shunaqa. Bir ming to'rt yuz qirq 1440 kvadratga ega xonalarimiz, umumiy maydon shunaqa bo'lsa, har bitta xonamiz dars o'tadigan xonamiz, sinfxonamiz ham, bog'cha xonalarimiz ham 50-55 kvadratga ega, ya'ni keng. Men Kabirova Sakina Zikrullayevaman. Maktabgacha ta'lim muassasasida metodist bo'lib ish faoliyatimni 14 yildan beri olib boraman. Aynan Dream Garden bog'chamizda metodist bo'lib ish faoliyatimni olib boraman. Metodist sifatida aynan tarbiyachilarimiz bilan, pedagoglarimiz bilan shug'ullanamiz. Pedagoglar bilan birgalikda ish olib boramiz. Ular bilan interaktiv o'yinlar, har xil darslarimiz, zamonaviy interaktiv o'yinlarni dasturlash bo'yicha birga yondashib, birga ish olib boramiz. 14 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda aytsam, oldin bizada bunaqa interaktiv doskalarimiz bo'lmagan, zamonaviy texnologiyalar bo'lmagan, faqat davlat ta'lim standarti bo'yicha darslar olib boringan. Hozir bizga shunaqa imkoniyatlar bor. Biza Marin Montessori metodikasi bo'yicha darslar qo'shimcha qilib o'tishimiz mumkin. Petersonni darslarini qo'shimcha qilib o'tishimiz mumkin va davlat standartlarida belgilangan ilk qadam dasturi bo'yicha darslar olib boriladi. Hozir bizda zamonaviy interaktiv o'yinlar ko'proq olib borishga yaratilgan o'yinlarimiz ko'proq. Bolalarni fokusini bitta joyga qaratib olish uchun avvalambor birinchi ritmikadan boshlanadi. Ritmika o'yin orqali bolalarning fokusini o'zimizga jamlab olib, bolalarni o'zimizga jamlab, o'sha ritmika asosida har xil ritmikalar bor, qo'l ritmikasi bor, interaktiv o'yinlar bor. O'yinlar orqali bolalarni fokusini bitta joyga yig'ib olib, keyin o'zimizni darsligimizni olib borishga harakat qilamiz. Yosh bolalar bilan qiyinchiliklar, ular bilan individual shug'ullanishga harakat qilamiz. Individual ularni rivojlanishi, psixologik, ijtimoiy rivojlanishi nimadaligini, nimaga qiziqishi ko'proq, ota-onasi bilan отдельный suhbatlar olib borib, nima yaxshi ko'radi, qanaqa o'yinlarni yaxshi ko'radi. Oldin ota-onasi bilan suhbat olib borib, keyin bolani kuzatib, undan keyin darsliklar qo'yib beramiz. Qaysi biriga ko'proq qiziqish bo'lyapti? O'zi davlat standartlari asosida maktabgacha ta'limda ilk qadamda 5 ta markaz berilgan. O'sha markazga bolani 5 ta markazimiz bor. Qaysi markazga borib o'ynashini inobatga olgan holda o'sha bilan ko'proq shug'ullanishga harakat qilamiz. O'sha markaz bo'yicha o'sha bola bilan o'sha o'yinini ko'proq olib borishga harakat qilamiz. Hozir oshxonaga tushdik. Umumiy nechta o'quvchiga mo'ljallangan bir vaqtning o'zida? Xo'p, oshxonamiz umumiy 200 o'rinli. Bir vaqtning o'zida 200 ta bolani sig'dira oladi va o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, 4 mahal halol taomlanish yo'lga qo'yilgan. Oshpazlarimiz ham ancha yildan beri biz bilan ishlab kelayotgan, sinovdan o'tgan oshpazlar. Chunki men o'zim juda ham qattiq qarayman taomlarga, menyularni ham birgalikda tuzamiz.
masalan shovqinga ahamiyat bermaysiz, bolalar bog'cha, maktab va bu holatda ovqatlardagi ta'mdan tashqari bolalar yeydigan, yaxshi ko'rib yeydigan taomlarni ko'proq qo'yamiz menyuga. Masalan, agar bilsangiz, 10 ga yaqin kashalar bor-da, lekin 10 ga yaqin kashani ayrimlarini bolalar umuman yemaydi. Ko'pincha standart shuni talab qiladi, yo'q bo'lishi kerak deb ko'p joylar pishiraveradi, lekin bola yemagandan keyin birinchidan u uvol bo'ladi, ikkinchidan bola yemagandan keyin nima bo'ladi? Qorni och qoladi, ta'limga yaroqsiz. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun yo'q, men unaqa avvaldan saqlanib qolgan stereotiplarga qarshiman. Umumiy ta'lim men uchun bolani ta'lim va tarbiyasiga rivojlanishi uchun kerak. Ya'ni u qolipda biz ishlashimiz kerak emas, biz o'zimiz yaratishimiz kerak bo'lsa, chunki yildan yilga bolalar o'zi xarakteri o'zgarib boryapti-da. Shu sabab nafaqat ovqatlar, balki ta'limdagi metodikalarni ham men kerak bo'lsa boshqatdan isloh qilaman. Shu tarafdoriman. Ko'ryapsiz, hid masalasi ham yo'q. Ventilyatsiyalar o'zini ya'ni standartida chiroyli holatda qo'yilgan. Shunaqa. Menyu kim tomonidan tuziladi va har qanchada yangilanadi? Xo'p, menyuimiz har haftada yangilanadi. Undan tashqari nimaga, qaysi kriteriyalarga qaraymiz desak, mavsumga qaraymiz обязательно. Mavsumga qarab har hafta yangilanadi va birinchi navbatda bosh oshpaz, hamshira va o'sha menyuga alohida e'tibor qaraydigan soha vakili, shu payt esimdan chiqib qoldi. Dietolog, nutritsiolog. Ha, xuddi shunaqa dietolog nazorati ostida tuziladi va so'nggi tasdiqni men beraman. Ba'zida o'zgartiraman, ko'pincha o'zgartiraman. Ya'ni moslik, bolalarni boya aytganimdek yeyishi, o'shanisiga qarab o'zgartirib, oxirgi tasdiqni men berganimdan keyin o'sha bo'yicha produktlar olib keltiriladi va pishiriladi. Go'shtlarni o'zimiz alohida ishonchli so'ydirilgan joydan olib kelamiz. Bu bo'yicha bemalol ota-onalarimiz ham tashrif buyurib yeb ko'rishlari mumkin. Shunaqa. Menyuni bir kunlik ayta olasizmi? Mayda nimalar bo'lishi mumkin? Albatta. Xo'p, xuddi shu joylarda bolalarimiz o'tirib birinchi zavtrakini qilib olishadi. Xo'p, 8:30 dan 9:30gacha bo'ladi. Bizdagi vaqtlar ham biroz boshqacharoq. Birinchi soatimiz 9:30 da boshlanadi. Chunki ha, birinchi darsimiz, chunki ota-onalar bolalarni olib kelishi, bolalar vaqtida zavtrak qilib olishlari hammasini ko'rib chiqqanman. O'shaning uchun qish mavsumi bor yetib kelishi bo'yicha o'shaning uchun 9:30gacha birinchi zavtrak bo'ladi. Bunda nimalar? Doimiy holatda kasha bo'ladi, turli xildagi. Yonida sariyog', non yoki bo'lmasam tvorog, shu ko'rinishdagi har xil o'sha mahsulotlar, choy, birozgina shakar. Ota-onalarning iltimosiga ko'ra shakar yoki beriladi yoki olib tashaladi. Va ikkinchi zavtrakimiz har 2 soat darsdan keyin taomlanish bor. Ikkinchi nonushta, ya'ni bunda mevalar, yengil taomlanish, yogurt yoki sirok, shu kabi yengil taomlanish uchun beramiz. Uni ko'pincha xonalarga olib kiramiz. 10 daqiqalik tanaffusda yeb olishadi. Va obed, bunda birinchi va ikkinchi. Birinchi taomimiz albatta issiq suyuq ovqat bo'ladi. Ikkinchi taomimiz quyuq ovqat. Bolalar yaxshi ko'rib yeydigan va salat обязательно yonida salati bo'ladi va kompoti bo'ladi. 4-chi taomimiz bu polnik deymiz, o'zbekchasiga tolma choy deyiladi. Bir kun go'shtli deylik, somsalar, balish, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, ikkinchi kuni shirinlik, qanaqadir bulochka yoki bo'lmasam birozgina o'sha kremisiz bo'lgan, ya'ni kremsiz bo'lgan shirinliklar. Aynan menyuda qat'iyan man etilgan mahsulotlar bormi? Tayyor mahsulotlar bor. Bu o'sha qadoqlangan shirinliklar. Ikkinchisi yarim tayyor mahsulotlar. Bu masalan nimalar? Tiftellar, hozirgi kunda sotuvda chiqqan yoki bo'lmasam xamirlar, deylik somsa xamirlari. Yo'q, bizda hamma narsa shu joyini o'zida oshpazlarimiz tomonidan sveje deymiz, tayyorlanadi. Xuddi shunaqa tayyorlanadi va xuddi shunaqa tayyor mahsulotlardan tashqari deylik, tayyor
masalan ota-onalarimiz tarafidan qanaqadir tadbirlarda olib kelishadi shirinliklar. Unga ham talab qo'yib qo'yilgan kremlilar mumkin emas. O'zi umuman ota-onalarga hozir ham murojaat qilardim. Kerak emas o'zi hech qanaqadir shirinliklar bolani olib kelish. bola uchun yoki bolani kayfiyatini ko'tarish uchun mana shu yoqda hamma narsa imkoniyat borda. Bolalar bitta holatda, bitta muhitda bir-biridan farq qilmagan holatda o'sgani yaxshi. Bo'lmasam ta'sir qiladi-da. U bola olib keldi nimadir, bu bola olib kela olmadi va bu bolada o'zgarish paydo bo'ladi. Shuning uchun o'zi bizga keladiganlar emas, o'zi umuman boshqa ta'lim joylariga, xususiy bog'cha yoki maktabga beradigan ota-onalarga aytib ketish kerak, joyi kelganda kerak emas o'zi umuman. Har xil nimadirlar qo'liga olib borish yoki nimadir. Bizani ota-onalarimizni o'rgatib qo'ydik. Ko'pincha agar ko'rsangiz, bog'chalarga boradigan bolalarni qo'liga обязательно nimadir tutqizib yuborishadi. Yo'q, bizda mumkin emas. Men aytaman doim komandaga bola yig'lab kelmasin. Siz shunday ishlang-ki, bola sizni yaxshi ko'rsin, siz orqali maktab bog'chani yaxshi ko'rsin, talpinib kelsin. Va shu sistemada ishlashadi. O'shaning uchun nimadirlar bilan aldab, avrab olib kelish shart emas. Men doim o'sha birinchi ish boshlaganimizda aytaman, menga professional kirib darslar o'tmang. Hozir kadr ortida kulgili ko'rinishi mumkin gapim, balki lekin bemalol aytaman. Doim bir taxminan 5 yildan beri komandamga aytadigan maslahatim bor. Birinchi hafta, ikkinchi hafta kerak bo'lsa umuman muhim dars o'tmanglar. Nimaga? Chunki masalan 3 yoshli yoki 4 yoshli bog'chaga chiqayotgan bola yoki 8 yoshli maktabga chiqayotgan bola sumkasini ko'tarib, oyim adam menga 4 million to'layapti va men bu maktabda yoki bog'chada o'qishim kerak, men olim bo'lishim kerak degan maqsadi yo'q-da. U bolaga nima kerak? U bolaga komfort kerak, u bola o'zini yaxshi his qiladigan joy kerak, u bolaga mehr kerak. Ba'zida qo'pol bo'lsa ham aytishimiz kerak, ota-onadan ola olmayotgan mehr kerak-da. O'shaning uchun men aytaman, birinchi haftasida kelinglar, o'yinlar o'ynanglar, metodikalar qilinglar. Taomlarni boshqacha qilib biz podacha qilamiz o'sha birinchi, ikkinchi haftasida. Nimaga? Chunki bola o'rganib yaxshi ko'rib qolsin. Mana o'shandan keyin ta'limni oladi-da, ta'lim yuqadi. Agar bola o'qituvchini yomon ko'rsa, oshpazni yomon ko'rib qolsa, ovqatini ham yemaydi, ta'limni ham olmaydi. O'shaning uchun bu kerak narsa. Hozir bu yerda ikkinchi tushlik tayyorlanyapti, ya'ni ikkinchi taom. Xo'p, yo'q. Ikkinchi taomlar berib bo'lingan. Hozir bu yoqda obed vaqtiga tayyorgarlik, chunki bog'chamizda sal oldinroq obedga tushishadi. Maktabimiz sal keyinroq. Chunki bolalarda, kichkina bolalarimizda uyqu vaqti bor. Maktabda yo'q. O'shaning uchun uyqu vaqtiga to'g'rilash maqsadida bizani bog'cha bolalarimiz birinchi taomlanishga tushishadi. Tushlik vaqtiga ular uchun alohida tayyorlanyapti. Undan keyin maktabimiz. O'sha boyaga aytganimdek salat, suv ovqatlari beriladi. Bog'cha bilan maktabning menyusi bir kunda 2 xil. Qaysidir kunlari 2 xil bo'lib qolishi mumkin, lekin taxminiy bir xil qilishga harakat qilamiz. Misol tariqasida deylik, agar biz qaysidir kuni qozon kabob qiladigan bo'lsak, misol tariqasida go'shtni bog'cha bolalari uchun bo'lib beriladi. Ya'ni bola yeyishi uchun osonroq, qulayroq bo'lishi uchun yoki bo'lmasam har xil ko'rinishda qilinishi mumkin, lekin deyarli bir xil qilishga harakat qilamiz va qilayotganda ham boya aytganimdek, uni uslubi boshqacharoq bo'ladi. Bolalar yeyish uchun qulay va osonroq, lekin alohida qozon qaynatiladi. Bog'cha uchun ham, maktab uchun ham alohida qozon qaynatiladi bizda. Maktab bolalari ham, bog'cha ham aynan shu yerda ovqatlanishadi. Bu tartibni ham kiritganman. Nimaga? Mana bunaqa narsa bor. Bog'cha bolalari yaqin yilgacha xonalarda ovqatlanishgan. Har doim bola o'sha 3 yoshidan taxminan 7 yoshigacha taqlid qilish xususiyatiga ega-da. Ya'ni ko'rganini qiladi. Ekosistema qilishimdan yana bir sabab bolalar muhitida kattalar bo'lsa, kattalar bilan o'sgan bolada farq bo'ladi deydi-yu. Xuddi shunaqa oshxonada tushib yeyishini xohlayman. Atrofida katta o'quvchilar bo'lsa, unga qarab yaxshi
etiket qoidalarini, ovqat yeyish ko'nikmalarini o'rgansin. Va shu orqali bola o'zini nazorat qilsin. Chunki atrofida kichkina bolalar bo'lsa, u kimdan oladi? O'sha ko'rganidan oladi. Shu sabab ham bundan farqli kattalar bilan ko'proq bo'lishni xohlayman. Hattoki tepada o'yin maydonchamiz bor. Unda ham ko'pincha bolalar bilan qo'shib yuboraman. Nimaga? Bola o'sha kattalarga qarab namuna olsin, o'zini tutishni o'rgansin deyman. Hozir ko'rib turganingizdek, stullarimiz tepaga ko'tarilgan. Nimaga? Chunki bolalarimiz ovqatlangandan keyin gigiyenaga rioya qilgan holatda doim tozalanib olinadi. Har ovqatdan so'ng. Har ovqatlangandan keyin bitta tozalab olinib, keyingi ovqat berilish paytigacha shunaqa holatda turadi. Keyin har bitta guruhini o'zini yordamchi ustozlari bor. Ular kelib, keyin alohida yana tayyorgarlikni ko'rishadi. O'zi umumiy maktabda nechta o'quvchi va bog'chada nechta o'quvchi bor hozirgi kunda? Bu loyihamiz biroz kechroq boshlangan. Ba'zi sabablarga ko'ra, o'zi maktab uchun qabul qancha vaqtli boshlansa, shuncha yaxshi. Va bu loyihamiz iyul oyida boshlandi. Iyul oyi o'rtalarida. Juda ham kech hisoblanadi bu. Shu sabab qabulga biroz kechikdik va bolalarimiz hozirda biroz kamroq. Hozirda taxminan 70 dan oshiq bolalarimiz bor. O'zi 200 sig'imli maktab. Ya'ni bog'cha bilan maktab 200 sig'imga mo'ljallangan. Bog'chamizda hozirgi kunda ikkita guruhimiz bor. 34 tacha bolamiz bor. Qolgani maktab o'quvchilari. Va hozirda yangi maktab bo'lganimiz uchun jarayonlarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatayotganimiz va ko'rib turganingizdek mahallada joylashgan, mahallada yashaydigan insonlar ham o'sha ko'paydi, ya'ni chiqib xabar olib farzandini beradigan ota-onalar. Va shu holatda vaqt o'tib sekin-sekin ko'payyapmiz. Lekin hozirgi kunda o'sha 70 dan oshiq o'quvchilarimiz bor. Меня зовут Татьяна Новоявчева. Дети меня называют Татьяна Константиновна. Я работаю в школе Dream Garden School. Это новая школа, но здесь очень теплый коллектив. Работаю я здесь учителем начальных классов. Общий стаж моей работы около 15 лет. Вы знаете, при работе с детьми важно учитывать их индивидуальные особенности. К индивидуальным особенностям лучше, конечно, относить это их характер, их поведенческие какие-то особенности. То, насколько они привыкли друг с другом взаимодействовать. Потому что, на самом деле, проблема взаимодействия есть даже у нас у взрослых. То есть порой мы, взрослые, конфликтуем и не можем найти какого-то выхода. Но пока дети маленькие, уже сейчас мы должны закладывать в них то зерно, чтобы они учились взаимодействовать и коммуницировать друг с другом. Вот это, наверное, важная составляющая вообще обучения в начальных классах. Потому что, да, конечно, очень важно получить качественное образование, но без воспитания и без личных характеристик, которые каждый учитель должен усиливать и направлять в нужное русло, ни одно образование не даст хорошие и правильные плоды. В конфликтных ситуациях оказываются все, даже взрослые, даже уже наши пожилые жители нашего Узбекистана солнечного. Но дело в том, что задача учителя показать пути решения конфликта. То есть конфликт — это нормально. А то, как решится этот конфликт, вот тут учитель уже должен показать, что да, можно злиться, это нормально. Конечно, бывают такие ситуации, когда дети чем-то недовольны, когда они друг с другом, ну, такой, скажем, конфликт интересов, да, когда каждый из них прав, но у них настолько вот это прав, и они друг друга не слышат. И задача учителя — научить друг друга слушать и научить говорить. То есть если ты зол, ты можешь так и сказать: я злюсь. Но на что я злюсь, да? А не подходить и сразу бить или обзываться. То есть это же продолжение конфликта, это уже агрессия. Наша задача — направить вот это русло, это же энергия. Злость — это тоже энергия. Направить вот эту энергию в правильное русло, чтобы ребенок осознавал себя как личность, что он имеет право на какие-то эмоции, вообще на все эмоции на самом деле, но он не имеет права кого-то обижать, оскорблять, ну и тем более бить. Поэтому как выходить? Ну, мы разговариваем,
каждый из них может быть прав, и это будет абсолютно нормально. Поэтому кого-то выделять, вот ты прав, ты не прав, тоже неверно. Наверное, лучше, во-первых, на собственном примере учитель должен показывать, что важно говорить, потому что бывают такие случаи, когда даже учитель может где-то не выдержать, но так как профессия учитель, она пишется с большой буквы, ну, так скажем, ментально, да, мы даже на своем примере показываем, что бы ни было, мы разговариваем, мы показываем, как мы решаем какие-то конфликтные ситуации. Потому что конфликтные ситуации бывают не только же между учениками. Конфликтные ситуации бывают и среди коллектива, или еще что-то, среди родителей. Поэтому, чтобы правильно это все выстроить, мы должны через себя это все пронести. То есть, можно сказать, да, научите детей правильно общаться. Невозможно. Покажите на собственном примере, как правильно общаться. И тогда дети будут брать пример и выстраивать ту же самую модель поведения. Hozir maktabga chiqdik, ikkinchi qavatga. Ha, ikkinchi qavatimizdan boshlanadi. Maktab sinfxonalarimiz joylashuvi. Xo'p, bu qismimizda o'sha birinchi sinflarni joylashtirganmiz. Birinchi, ikkinchi sinflarimizni. Xo'p, rus va o'zbek sinflarimiz bor. Agar oyoq kiyimni yechib kirishadi. Ha, ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p xonamiz kiraverishi shunaqa, bog'cha xonamizda ham ko'rdinglar. Maktab xonalarimiz alohida shkaf kichiklar joylashgan Har bitta o'quvchi uchun. Ha, va oyoq kiyim uchun alohida shkaf bor. Ko'chadan kelgan oyoq kiyimlarini bu yoqqa qo'yishadi va maktabda alohida o'zlarini kiyib yuradigan oyoq kiyimlari bor. Chunki ertalabdan kechgacha ko'chali oyoq kiyimda bolalar biroz charchaydi, qiynaladi, o'ziga ham ta'sir qiladi-da baribir. Shu sabab bu xonamiz alohida shunaqa qilingan va ko'rgan bo'lsangiz, bu yoqda hozir ustozimiz o'tiribdilar. Chalg'inimiz. Bu alohida ustoz uchun joy. Nimaga? Alohida predmetniklar bor. Masalan, deylik, ingliz tili, arab tili yoki rus tili yoki bo'lmasam sport to'garaklari paytida o'zini boshlang'ich o'qituvchisi chiqib ketishi kerak. Yoki xonada o'tirish kerak. Lekin uni ham o'ziga yarasha ishlari bor-da, daftar tekshirish kerak, imtihonga tayyorlanish kerak. Xuddi shunaqa ko'pincha tajribamizda ko'rganmiz, ustozlar koridorlarda qolib ketishardi yoki ustozlar xonasida bardak bo'lib ketardi. O'shaning uchun alohida shu yerga joy qilganman. O'qituvchi bemalol ham bu qulog'ida bolalarini eshitib turadi, yaxshi o'tirganini. Bu yoqda o'zi o'sha aytganimizdek daftarlarni tekshirib o'tirishi mumkin. Alohida ustoz uchun alohida joy qilganmiz. Bular sinf rahbarimi yoki yo'q, bular hozirda bizada tarbiya darslarimiz bor. Alohida rus va o'zbek sinfga tarbiya darslarini qo'yganmiz birinchi sinfdan. Farqli, ya'ni go'standартdan farqli va bitta prinsipim bor. Rus sinfga ham tarbiya darslari o'zbek tilida bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki asli o'zbekmiz, rus sinf bo'lgani bilan rus tilini til sifatida o'rgansin bola. Uni qadriyatini, uni nimadir odob va odatlarini o'rganishiga qarshiman-da. O'shaning uchun tarbiya darsini kiritganmiz. Yillar davomida xususiy maktabda ishlayotganman, ota-onalar ko'p kelgan menga. Men bolamni rus tilini o'rgansin debman-u, lekin ruslashib ketishini bilmabman. O'shaning uchun tarbiyasida muammo bo'lyapti deyishganda men birinchi sinfdan kirgizishni boshlaganman. O'shaning uchun alohida tarbiya ustozimiz va undan tashqari qo'shimcha bolalarga mehnat darslari bo'yicha ham kiradilar. Va shu bolalarimizni hayotiy zarur ko'nikmalarini tarbiya darslarida o'rgatib beradilar. Bular nechinchi sinf o'quvchilari? Bular birinchi sinf o'quvchimiz, o'zbek sinf o'quvchilarimiz. Xo'p, sinfimizni deyarli barcha sinfxonalarimiz shunaqa tartibda qilingan. Ya'ni boya aytganimizdek, bolalar o'zini yaxshi his qilish uchun kavralanlar yozilgan. Har bitta xonada teplый pol bor. Ya'ni ertaga qish mavsumiga tayyorgarlik ham inobatga olingan va yoz mavsumi uchun alohida konditsioner qo'yilgan. Eng muhimi, oynalar bor. Yorug'lik yaxshi. Yorug'lik yaxshi va ochiladi. Tabiiy havo kiradi. O'zlariga mos holatda yoki ochib yoki yopib ishlatishadi. Umumiy holatda biz maktab tarafidan futbolkalar beramiz va nimcha beramiz. Ko'pincha bolalarimiz futbolkada yurishadi, sal issiqroq paytda va tadbirlarda yoki bo'lmasam qanaqadir imtihon paytlarida nimchalarni kiyib olishadi. Forma yo'q. Buni ham men joriy qilganman. Nimaga?
Chunki oq ko'ylak ko'proq har doim shu vaqtgacha oq ko'ylak talab qilingan boladan. Oq ko'ylakni bilasiz, mana bu qismi juda ham kir bo'lib ketadi. Tez Juda ham, ha. Va ota-onalar birinchidan qiynaladi. Ikkinchidan ota-ona ulgurmasa, u bola kir ko'ylakda kelishga majbur bo'ladi. Va men uchun bola ta'limida a'lochi bo'lishi yoki iqtidorli bo'lishi oq ko'ylakga bog'liq emasda. Bola o'zini yaxshi his qilishi kerak. Yoki bo'lmasam klassический is tushirilgan shimda emasda bolani a'lochi bo'lishi. Boya aytganimdek, bola yaxshi rivojlanishi uchun yaxshi imkoniyat qilib berilishi kerak, lekin ma'lum baryerlari bo'lishi kerak. Bizda bolalar erkalanmaydi, bizda bolalar eshitiladi, tinglanadi. Bizda bolalar xato qilsa ushilmaydi, tushuntiriladi. Ya'ni bizani o'zimizni ya'ni nima deydi, bunaqamiz bor. Alohida o'z fikrimizga egamiz. Bu loyihamizda Dream Garden maktabida har bir bola tinglanadi, qadrlanadi va rivojlanadi. Xuddi shunaqa tartibda ishlaymiz va formalarimiz biroz erkin, lekin qadriyatdan chekkaga chiqmagan holatda. Bu alohida tartib. Bitta xonada nechtagacha o'quvchi o'tirishi belgilangan? Taxminan bir xonada 20 ga yaqin o'quvchi o'tirishi mumkin. 20 ga yaqin o'quvchi uchun moslashtirilgan. Xonalarimiz ko'rayotgan bo'lsanglar keng, yorug' va alohida o'sha hozirda ko'plab xususiy maktablarda bor bo'lgan elektron doskalarimiz bor. Chunki bolalar hozirgi kunda juda ham tez zerikib qoladi. Diqqati tez tarqab ketyapti. O'shani yaxshi konsentratsiyani olish uchun elektron doskalar bizda hozir eng yaxshi variant. Va yana bir bizning muhim jihatimiz, har bitta xonamizda sanuzil bor. Ya'ni ustoz tashqariga chiqib keling, keyin shu bilan 20 minut yo'q bo'lib ketadigan bolalar yoki bo'lmasam nimaga kech kelding desa, yo'q dedim deydigan bolalar bo'lmaydi. Chunki u-chi bez kommentariyda unga siz urisha olmaysiz-da. O'shaning uchun nazoratda bo'ladi bolalar. Ustozidan tashqari qo'shimcha yordamchi ustozi bo'ladi. O'zlari nazorat qilib, bolalarning tozaligiga ham kerak bo'lsa, ahamiyat beramiz. Har bitta xonada keng, alohida sanuzillar bor shunaqa. Darslar necha daqiqa davom etadi? 40 daqiqa davom etadi va har bitta dars orasida 10 minut tanaffus bor. Bu o'sha Singapur ta'lim sistemasidan olingan. O'sha bola baribir ta'lim o'zi murakkab jarayonda. Men aytaman ota-onalarga bir o'zingiz yarim soat kitob o'qib ko'ring deyman-da. Qiyin, hozirgi vaqtda qiyin. O'shaning uchun bolada slishkom ko'p nagruzka bersangiz, u o'zi qochishga harakat qiladi. Komfort zonaga. O'shaning uchun qiziqishini yo'qotib qo'ymaslik uchun, muhabbatini yo'qotib qo'ymaslik uchun ta'limga 10 daqiqalik tanaffuslarni alohida joriy qilganmiz. Hozir baholash tizimi haqida so'ramoqchiman. O'zi yaqinda ham bitta yangilik desa bo'ladi, ya'ni xabar chiqdiki, ya'ni maktabda 2 baho olgan va uni peshonasiga 2 raqamini yozib qo'ygan. Yoki bizda paytimizda 5, 2, ya'ni mana shu raqamlar bilan baholanardi. Yulduzcha beriladi va har xil. Ba'zi maktablarda ball, ba'zi davlatlarda esa boshlang'ich sinflar umuman baholanmaydi. Shunaqa. Dream Garden'da qanday? Bizda alohida tizim bor. Bizda coin tizimi bor. Tangalar Ha. Tanga demaymiz-ku, pul markalari. Bizning o'zimizning pul markalarimiz bor. Hozir biroz sayohatimizdan keyin ko'rsatsam bo'ladi bu pul markalarini. Lekin ustoz sizda pul markalari bor bo'lsa bitta ko'rsating. Xo'p, mana o'zlari konvertda yig'ishadi. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. Buni o'zimiz alohida joriy qilganmiz. Buni alohida ma'nosi bor. Chunki boya aytganingizdek, bahoga o'rganib qolish holatlari va deylik, men o'zi 10 yildan beri ta'lim ichidaman-ku. Nima minus, nima plus hammasini o'rganib chiqqanimizda shu baho juda ham katta ta'sir qilib qo'yishini ko'rganman. Deylik, ikkita bola. Ota-onalar yaxshilab eshitishni xohlardim. Ikkita bola. Qaysidir bola gen orqali yaxshi ta'lim oladi, yaxshi qabul qiladi. Ikkinchi bolamizda biroz u kechikishi mumkin. Lekin ikkalovi ham bir vaqtda bitta vazifani qilyapti, bir xil holatda harakat qilyapti. Bu bolamiz bilan yaxshi shug'ullangani uchun deylik, gendan yaxshi o'tgani uchun yaxshi bajargan, xatosiz. O'qituvchi unga 5 qo'ydi. Bu bolamiz xuddi shunaqa harakat qilgan, xuddi
xuddi shuncha soat harakat qilgan, lekin xatolari bor. Yoki 3+ qo'yishadi, yoki 4 qo'yishadi, oson 4 qo'yishadi. U bola ko'radi-ku buni. Men ham harakat qilgan edim, lekin u ola olmadi. Bu narsa 1, 2, 3 marta takrorlangandan keyin bola so'nadi. Qiziqayotgan faniga ham qiziqmay qoladi. Xuddi shunaqa. U bolani siz o'zingizga bog'lab olishingiz qiyin bo'lib qoladi, chunki u bolada birlamchi baho degan narsa bo'lib qolgan miyasida. Shu narsalarni bartaraf qilish uchun pul markalarini ishlab chiqqanmiz. Deylik, bizada harakatiga, tarbiyasiga va vazifalarni qanaqa qilishiga qarab alohida beriladi pul markalari. Ajratilgan. Xuddi shunaqa. Deylik, bola harakat qilyapti, o'xshamayapti, boya aytilgandek, deylik, yaxshi shug'ullanmagan bola. Deylik, ba'zi yo'q. Lekin tarbiyasi juda ham yaxshi. Nimaga endi boshqa konsepsiya bilan biz uni taqdirlamasligimiz kerak. Bunda ikkinchi ko'rayotgan bola ham o'rganadi-da. Va eng zo'r narsa bola ko'radi-ku, birinchidan mehnat orqali pul topishni o'rganyapti. Mana ko'rdingiz, konvert olib kelishyapti bolalar. Ya'ni o'zini topgan daromadini ehtiyot qilishi, xavfsiz holatda saqlashni o'rganyapti. Va eng qiziq tarafi bizda har chorakda maktab tarafidan alohida o'sha coin shop deymiz, alohida bozor tashkil qilinadi, o'zbekcha qilib aytganda. Va bolalar o'zi yig'gan o'sha pul markalariga narsalar sotib olishadi, ayirboshlashadi. Ya'ni bu biz tarafimizdan bolalarga kerak bo'ladigan, qiziqarli, rivojlantiruvchi narsalar olib kelamiz. O'shani sotib olishadi. Endi birinchi chorakda olgan narsasi bilan ikkinchi chorak keladi-yu, ana o'shandagi o'sish juda ham katta bo'ladi. Chunki bundoq qaraydi, atrofiga qaraydi, ana bola sal ko'proq olgan-u. Nima men harakat qilmadim deyman, ko'proq narsa ola olaman-ku. Ikkinchi chorakgacha u yanada ko'payadi-da. Hozir juda ko'p maktablardan farqli jihat, ya'ni o'yin maydonchasiga keldik. Shunaqa. Bu yerda faqat bog'cha bolalari shug'ullanishadimi yoki maktab o'quvchilari ham chiqishadi? Yo'q. Bizani hozir bog'cha bilan 1-sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ich ta'lim maktabi. Agar hozir yaxshilab qarasak, bu yerda har xil bo'limlar bor. Masalan, orqa tarafimizda kelinglar ko'rsatsam bo'ladi. Eng yaxshisi o'zingizda bitta sinab ko'rganingiz yaxshi-da. Keling, tushamiz. Oyoqdagi sezgi. Ha. Ta'limda shunaqa jarayon bor. Paypaslovchi taktil sezgilarimiz bor. Qo'l uchlarimizda va oyoq uchlarimizda. Bu to'g'ridan-to'g'ri bosh miyani yaxshi ishlashiga yordam beradi. Bu toshlarmi shunday yoki? Ha, bu o'sha Xitoydan keltirilgan alohida o'sha toshlar. Bu bolalar xayolida o'ynayapman deydi, lekin bir vaqtning o'zida oyoqni o'sha taktil sezgilarini massaj qilib ketadi va o'z-o'zidan u foydali. O'zi bolalar yoshligidan o'sha qismlarga massaj olish kerak ota-ona tarafidan, lekin ota-onalarimizni hozir ish ko'p. O'shaning uchun bu narsalar ham o'ylab chiqilgan. Bu yerda shu alohida ko'proq bolalar bog'chasidagi bolalar ko'proq shug'ullanishadi va ularning yoshiga juda ham foydali. Keng, yorug' va qiziqarli. Rostdan ham. Mana hozir emas ekan. Yurganingizda juda ham qiziq va mana bu alohida kiyimlarimizga o'rnashib qolgan mayda granula toshchalarimizni bundoq qilib, endi juda ham xunuk ko'rinsa kerak, kadrda katta odam. Mana shunaqa qilib bolalar sakrashadi va o'zida kiyimlarida yopishib qolgan toshlarni tushirib yuborishadi. Teshiklar orqali. Xuddi shunaqa keyin bu yoqda davom etamiz. Bu yerda esa men o'zi o'ylagan edim, bolalar bog'chasi desam yo'q. Bilamiz, Riveraga borganmiz. Katta bolalar ham o'ynashadi. Xuddi shunaqa 3-4-sinf o'quvchilarimiz ham alohida bu yoqda uchib tushadigan har xil qismlari bor. Shunaqa o'ynashadi. Nimaga? O'sha darsdagi biroz charchoq deymiz yoki qanaqadir o'sha energiyalarini, negativ deymiz, energiyalarini chiqarib olib, pozitiv energiyaga ega bo'lishadi. Mana bu qismimiz endi ko'p tozalanib turgani uchun bu qismga olib qo'yishgan. Legoni boshqacha varianti, har xil narsalar variantiga o'xshar ekan. Har xil narsalar yasashsa bo'ladi. Bolalar jamoaviy holatda
katta uylar, mashinalar yasashadi. Bu kreativlikni oshiradi, jamoaviy ahillikni oshiradi va alohida o'yin turi bo'lsa ham bolalarni har taraflama rivojlanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Maktab nomiga keladigan bo'lsak, nega aynan Dream Garden? Bu nimadan ilhomlangansiz? Dream Garden nomini o'zim qo'yganman. Dream bu har xil ma'noga ega, orzu, xayol degan ma'noni anglatadi. Garden bu bog'. Ko'pchilik o'ylaydi, garden bo'lgandan keyin bog'cha deb o'ylaydi. Yo'q, bu joy, maskan, bog' degan nomlarni anglatadi. Orzudagi maskan. Ya'ni bola xohlab, intilib, yugurib keladigan joy. Bu joyda bolalar o'zini shaxs sifatida topsin. Ya'ni bolalar o'zini anglasin. Ularga shunaqa munosabat qilamizki, bolalarni ham eshitamiz, ularning fikri ham biz uchun muhim. Chunki eng yomoni sen hech narsani bilmaysan, chetga o'tdi. Endi ochilayotgan bola ham yopilib qoladi. O'shaning uchun o'sha bu orzudagi ta'lim maskanida bolalar bir vaqtning o'zida ta'limi, tarbiyasi yaxshi bo'lsin va o'zlarini mana shu joylarda yaxshi his qilsin. Qachondan sizda o'zi ta'lim sohasiga o'tdingiz va sizni nima sabab qildiki, masalan, aynan biz o'qigan davrimizda ham aynan o'sha stereotiplar shakllangan bo'lgan va siz aynan qaysi voqeadan keyin yo'q, men stereotipsiz mana bunaqa ta'lim qilishim kerak degan o'zingizga bitta nima deydi, orzumi, maqsadmi qo'ydingiz oldingizga? Juda ham zo'r savol berdingiz. Introvert xususiyatiga egaman. Biroz yopiqroq. Va bu maktabga chiqqandan keyin ancha ta'sir qilgan menga. Bilardim, savollar berishardi. Qo'limni ko'tarib javob berishga men Jur'at qila olmagan. Ha, uyalganman yoki qo'rqqanman. Bu nimadan? Ba'zida ustozlarimiz endi o'sha vaqtdagi ustozlar qattiq qo'l bo'lganda, masalan, javob bera olmasangiz, ana bo'lgan baribir. Nima deymiz endi ochiq aytamizda, jahl qilishgan, ha, yanami yoki bo'lsam, ha, o'tir. Yonimizdagi boshqa bolalar yoki o'quvchilar yaxshi javob berganda ular maqtalgan. Mana shunaqa holatlarda men ochilish o'rniga yopilib keturganman. Men ota-onalarga aytaman, 4 million, 5 million to'laysiz bolaga, lekin undagi kelayotgan natijani 50% ni yo'qotib qo'yasiz. Nimaga? Siz aybdorsiz deyman. Sababi bolaga ishonch bermaysiz, bolani eshitmaysiz. Bola qachonki o'zini sizni yoningizda kerakligini his qilsa, undan chiqayotgan gaplar qaysidir ma'noda ahamiyatli bo'lsa, ahamiyatli bo'lsa, u boshqacha holatda o'sadi, rivojlanadi-da. Ha, u jinnicha gaplar gapirishi mumkin, yoshiga mos, bilimiga mos, lekin uni rivojlantirish ota-onaning qo'lida-da. Xuddi shunaqa ota-onalar bilan doimiy ishlayman. Psixologdan tashqari men o'zim alohida ishlayman. Chunki ular bilishadi, ko'p meni auditoriyam primoy kelishadi. Boladagi o'zgarish sabab ishlaymiz. Alloh qodir qilgan ilmimiz bo'yicha va shu vaqtga qadar o'zgarishlar juda ham ko'p. Yaxshi tarafga o'zgarishlar juda ham ko'p va shunga qarab biz ham xursand bo'lamiz. O'tgan yilida bizning bu loyihadan tashqari boshqa loyihamiz bo'lgan. Bu yer hop 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan va bog'chasi ham bo'lgan. O'sha loyihamizda ham bo'lganlar, bular ta'lim olganlar va bu yerga bu filialimizga kelganlar. Ismlari Dovud. Taekvondodan chiqdilar? Yo'q, bularni darsi endi boshlanadi. Endi boshlanadi. Bular endi chiqishyapti. Maktabda nimalar yoqadi sizga? Ovqatlari, sharoiti, ustozlari, hamma joyi yoqadi. Eng yaxshi ko'rgan faningiz? Matematika. Nega? Ko'pchilik bilmaydi, yoqtirmaydi matematikani, sizga yoqadimi? Matematika fanlar bo'yicha qirol. Aynan qirolligi uchun yoqadi. Yo'q, u qiziqarli o'tiladi, qiziqarli narsalar bo'ladi. Любой fanga kerak bo'ladi. Maktabdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz? Futbol bilan shug'ullanaman. Demak, eng yoqtirgan sport mashg'ulotingiz futbol. Kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Eng yoqtirgan futbolistingiz kim O'zbekiston terma jamoasidan? Abbosbek Fazlulloyev.
Yaxshi. Chet elda Mbappe. darslarda nechta oldingiz siz kupon? Coin. Coin. Markamiz. To'g'ri sanamayman. Men oxiri oy tugaganda o'shanda sanab olaman men. Shop tashkillashtirildimi yoki endi birinchisi? Chorak yakunida. Chorak noyabr yakuni. oyida tashkillashtiriladi. Birinchi choragimiz tugaydi. Nima olmoqchisiz aynan shopdan? Markam ko'p bo'lsa, nima bo'lishiga qarab olaman-da. O'zimga kerakli bo'lgan narsalar, misol uchun. Qaysi fanlardagi o'qituvchi ko'proq yoqadagi qaysilar bilan yaxshi chiqishasiz? Ajda Fayziddinova, o'zimmi, ustozim. Qaysi fandan dars o'tadilar? Matematika, ona tili o'qish, tabiiy fan. Bu bolamiz o'sha boya aytganimdek birozgina deylik o'ziga bo'lgan ishonchi past holatda kelgan bolalarimizdan. O'shaning uchun men aytaman-ku, bolaga ishonch berish kerak, o'ziga bo'lgan bahoni oshirish kerak. Shunda u aktiv holatga aylanadi. Holatda bo'lishni boshlaydi. O'shaning uchun bu narsaga ko'proq ahamiyat berganim uchun alohida o'zimizdan ham postlarimiz bor-ku, profillarimiz bor. O'shanga bolalar tilidan degan loyihalarimizda o'quvchilarimiz orasida chiqqan. O'shaning uchun aytaman, bu safargisida yaxshi, avvalgisida ham yaxshi edi. Misol uchun stil o'zingiz kestirganmisiz, shunaqa qilamiz deb yoki degilaringiz? O'zim kestirganman. O'zim sartaroshi bor. Yaxshi. Lekin baribir sal kaltalataylik, to'g'ri? Ko'zlariga chiqadi. Mana chiroyli yonib turgan ko'zlaring bor-da. Mana odammi aktivligi ko'zidan ma'lum bo'ladi-da. Mana xafaligi, emotsiyalari ko'zidan ma'lum bo'ladi. Sani yonib turgan ko'zlaringni ko'ra olmaydi-da ekran ortidagi insonlar. O'shaning uchun birozgina kaltalatsak, yana ham ochilib, namunali, yaxshi bolaga aylanasan. Kamron Rashidov, bu ham meni 2020-yildan buyon o'quvchim. Birinchi sinfdan o'zim o'qitganman. O'zim deganda, o'zim rahbarligim ostida. Bu ham o'zi aslida juda uyatchan bola. Buni ham ustida ishlavyapman. Mana shunaqa to'satdan kelib qoladi, chunki kelganda men buni bitta mana qilib qo'yishim kerak, yaxshimisan deb qo'yishim kerak. Hamma bola meni quchoqlamasa kuni o'tmaydi. Direktor degani direktor kelyapti bo'lish kerak emas-da. Direktorimiz kelyapti bo'lish kerak-da. O'shaning uchun bolalar bilan shunaqa chiqishaman. Hozir ham ko'rdingiz, o'ltirib turgan ekan. Bitta mana qilib olmasam bo'lmaydi. Kamron O'zbekcha bemalol gapira oladi. O'zbekcha bemalol gapira oladi, lekin rus tilida yaxshiroq gapiradi. Nimadir deymizmi? Yaxshi o'tadimi kuning? Qanaqa? Mana o'sha sekin hayajonlanishni boshlayapti. Lekin a'lochi bolamiz birinchi sinfdan birinchi o'rinni olgan olimpiadada. Shu faqatgina o'sha aytganimizdagi kichkina baryerlarni olib tashlasak bo'lgani. Buni ikkita singlisi ham bor. Singillari ham bizada. Bog'chada o'qishadi ular. Ikkinchi sinf. Singlisi o'qiydi, bog'cha yoshidagi endi qabul qilamiz ularni. Hali kichkinaroq, 1,5 yosh. Qaysi fanni yaxshi ko'rib o'qiysiz? Matematika, taekvondo. Taekvondo? Matematika. Birozgina uyatcha endi ishlaymiz, ustida nima qilamiz. Bo'l, darsga boramiz endi. Assalomu alaykum. Ismim Dilsora Mahmudova, ingliz tili ustoziman. Dream Garden'da ochilganimizdan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Asl tajribam 5 yil shu sohada. Asosan yosh bolalar juda ham erinchoq bo'lishadi yoki ularga tillar ozgina murakkabroq bo'lishi mumkin. Shu sababdan men shaxsan o'zim, ya'ni biz Dream Garden maktabida asosan o'yinlarga e'tibor qaratgan holda o'rgatamiz. Sababi qachonki yosh bolalarga o'yinlar orqali qiziqtirib o'rgatilsa, ularni esida ko'proq qoladi. Misol, yoshligimizda o'zimiz ham ko'proq o'yinlarni eslaymiz, ya'ni qiziq paytlarimizni eslaymiz, to'g'rimi? Shu fikrda bo'lganim uchun ko'proq shu jihatiga e'tibor beraman va bu juda ham effektiv bo'lib kelmoqda. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Juda ham ko'p o'quvchilar qobiliyatlari yo'qdek ko'rinadi, ammo ularga birinchi bo'lib fanni
grammatika orqali yoki qandaydir qiyin so'zlar orqali o'rgatmasdan ularni birinchi bo'lib fanni yaxshi ko'rishimiz, avvalambor o'zimizdan fanni yaxshi ko'rishlariga sababchi bo'lsak, har qanday bola qobiliyati yo'q deb o'ylagan bolalarimiz ham tajribam asosida aytyapman, qiziqib ketishgan fanga, ya'ni o'zlari xohlab o'rganishni xohlashgan. Maktabda bolalarning xavfsizligi bo'yicha to'xtalib o'tsangiz, qanchalik ta'minlanadi? Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, kirish eshigi bitta. Ya'ni hovli qismimizda ham, boshqa qismlarda ham ko'chaga chiqadigan joy yo'q. Shunisi xavfsiz, ya'ni bu yerda ertalabdan kechgacha 24 soat охрана bo'ladi, ya'ni xavfsizlik xodimi. Ota-onalarni hattoki ko'chada kutib olishadi. Mashinada kelishligi bilan bitta xavfsizlik xodimi mashinadan farzandni, ya'ni bolani oladi, ota-ona ketaveradi va bolani olib qolishadi yoki bo'lmasam eshikdan kutib olishadi xodimlarimiz va eng muhimi har xil turdagi telefonlar, deylik hozir soat ko'rinishidagilari ham chiqib ketdi-ku. O'shalarni topshirib kirishadi alohida va ko'rgan bo'lsanglar devorlarga osib qo'yganmiz naushniklar, telefonlar, iPadlar mumkin emas bolalarga. Ota-onalar farzandidan kutilmasini, farzandidan nima kutayotganini aniq o'zlari uchun xayolan bo'lsa ham o'ylab olishligi kerak. Ota-onalar kelishadi, nima xohlayotganini bilmaysizda, o'zi ham bilmaydi. O'shaning uchun bu eng muhimi shu. O'zi umuman shariatimizda ham bor, odam nima xohlasa, nima niyat qilsa, o'shanga harakat qiladi, intiladi va o'sha narsani beradi Allohim. Xuddi shunaqa ota-onalarga aytgan bo'lardim. Farzandiga nisbatan kutilmani to'g'ri qo'yishi va maqsad uyg'otib berishsin bolalarga. Hozirgi ko'p bolalarimiz kelishadi maqsadsiz va ba'zi ota-onalarimiz men ko'rmaganimni bolam ko'rsin deyishadi. Bilmasdan bolani tarbiyasini buzib qo'yishayotganini bilmaydi. Bola hech narsa yo'q, hamma xohlagan narsaga erishyapti-da. Ya'ni hayot u uchun yengil. Rus tilida aytamiz, tak должен быть deb qabul qilib qo'yapti atrofi. O'shaning uchun bunaqa emasligi, harakatlardan keyin nimadir olish mumkinligini o'rgatishsin. Maqsad uyg'otishsin, kerakli narsalarni qadriga yetishni o'rgatib berishsin. Muhimi shu. Qolgani Xudo xolisa vaqt davomida yaxshi ustozlar bilan birgalikda hamkorlikda shakllantirsa bo'ladi. Necha yildan beri aynan mana shu ta'lim sohasidasiz? 10 yil. 10 yil ichida ta'lim sohasida pedagog qanday bo'lishi kerak sizningcha? Xo'p, pedagoglarni men birma-bir o'zim suhbatdan o'tkazaman. O'zimning kriteriyalarim bor. Qo'pol qilib aytganda noto'g'ri tushunib qolishadi ba'zida. Men uchun 25 yillik pedagog bu zo'r pedagog emas. Vaqti kelganda 25 yillik pedagoglarni, stajga ega pedagoglarni men ishga olmaganman. Nimaga? Men uchun pedagog boya aytganimdek, qobiliyatsiz bola yo'q. Qobiliyatni ko'ra olmaydigan, rivojlantira olmaydigan ustozlar bor. Pedagog bolalar bilan yaxshi munosabatga kirisha oladigan, ularni o'sha to'g'ri yo'lda rivojlantira oladigan, kerak bo'lsa do'st, kerak bo'lsa ustoz, kerak bo'lsa ona, ota rolida bo'la oladigan, o'z ishini mohirona amalga oshira oladigan inson. Men o'zim ham pedagog sifatida faoliyat olib borganman, ya'ni alohida ruhshunoslikni sinflarda darsga kirib o'tganman. Ko'z tegmasin, haligacha o'quvchilarimiz eslab turishadi. Chunki hozir ham masalan suhbatimizda tabiiyman, borini aytaman. Ba'zida hazil qilib o'tib ketyapman, ba'zida qo'pol gapiryapman. Men shunaqaman. Xuddi shunaqa soxtalikdan qochish kerak, hayotda real holatda ko'rsatib berish kerak. Ustozlar bu yo'lboshchi, bolani qo'lidan yetaklab, ota-ona ko'rsatmaydigan hayotda ma'lum bir qirralarni ko'rsatib beradigan odam bo'lish kerak. O'shaning uchun men shunaqa o'ylayman. O'zini kasbini mohirona, turli xil rollarda yaxshi ijro etib bera oladigan inson, shaxs. Bu yaxshi ustoz. Endi mana shu maktab sharoitlarini ko'rdik. Rostdan ham ta'lim, tarbiya etganingizda hammasi uyg'unlashgan. Bularni bahosi qanday? Narx jihatida? Ha, narx jihatidan. Umumiy holatda hozirgi bozordan kelib chiqib, ketadigan rasxodlardan kelib chiqib, biz narx belgilaymiz, ya'ni qiymat.
Xo'p, hozirgi kunda maktabimizni 4,5 million so'm va bog'chamizni 3,5 million so'm. Asli 4 million 800. Bir oiladan ikkita farzand juda ham ko'p keladi bizada. Chunki aytdim-ku, bog'cha farzandlari ham bor. O'shaning uchun bir oiladan ikkita farzand, 3ta farzand bo'lsa, albattaki skidka holatida 4,5 million tarifiga o'tib qoladi. Lekin deylik standart narxiga keladigan bo'lsak, maktabimizda 4 million 800, bog'chamizda 3,5 million so'm. Bog'chamiz ham skidkasi bor, ya'ni bir oiladan ikkita farzand bo'lib, akasi yoki opasi maktabda yoki bog'chada bo'lsa, 3 million 200 lik tariflarimiz bor. Bularning ichiga ovqatlanish hammasi kiradi. Ha, yuqorida sanab o'tgan barcha to'garaklarimiz, vaqtdan unumli foydalanish uchun hammasini ham aytib o'tmadik. Bizda birinchi sinfdan IT darslarimiz bor. Ular to'garak sifatida shaxmat darslarimiz bor. Hamma dars jarayonlarimiz, undan tashqari ingliz tili darslarimizda chet ellik ustozlarimiz kiradi. Ular to'rt mahallik taomlanish, sport to'garaklari va bolalarni dars mashg'ulotlarini tayyorlash jarayoni ham bor. Mana shularning hammasi mana shu narxning ichida. Tushunarli, rahmat bugungi suhbat Sog' bo'ling. Yangitdan kashf qildik bu maktabni. O'zi yangi maktab va yangidan o'zi yangi maktab. Jamoasi eski deymiz, ya'ni ancha yildan beri mana shu sistemada ishlab kelayotgan jamoa. Aynan oxirgi fikringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Oxirgi fikrlarimiz hozirgi kunda ota-onalarga oson emas. Ya'ni xususiy maktab, xususiy bog'chalar juda ham ko'payib ketgan. Kerak bo'lsa yiliga 20-30 ga yaqin ochilib ketyapti va ba'zida o'z farzandlarini topshirib qo'yib, ma'lum bir mablag'ga deylik, qo'pol qilib aytganda kuyib qolishyapti yoki bo'lmasam o'zini bolalarini qaysidir ma'noda tajriba eksperiment sifatida topshirib qo'yishyapti. O'shaning uchun yuqorida aytdim, har doim aytaman, ota-onalar farzandingiz sizni kelajagingiz. O'shaning uchun farzandingizni qayerga topshirayotganingiz bo'yicha alohida surishtiring, ustozi bilan alohida suhbat qiling, erinmang va maktab yoki bog'cha rahbari bilan alohida suhbat qiling. Mana shundan keyin ishonch bildirib topshirgan joyingizda albattaki kerakli o'zingiz xohlagan natijaga ega bo'lishingiz mumkin. Xodimlar, insonlar, loyiha egalari orqali juda ham hozirgi biz faoliyat olib borayotgan sferani ochib berishga yordam beryapsizlar. Bu albatta yaxshi. Chunki intervyu ko'rib turganingizdek tabiiy-ku, sodda bo'ladi. Tabiiy holatda hech qanaqa oldindan tayyorgarliklarsiz. Mana shunda ham o'sha rahbarni, kerak bo'lsa ustozlarni bilsa bo'ladi-da. Va bu kabi loyihalarni ko'payishi tarafdoriman. Sizlarga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Boshlagan loyihalarga omad tilaymiz. Muvaffaqiyatlar, eng yaxshi loyihalardan bo'lishiga tilakdoshimiz. Agar farzandingiz qadriyatlarga asoslangan ta'lim sharoitida o'qishini istasangiz, bugungi ko'rsatgan maktabimiz aynan sizga to'g'ri kelishi mumkin. Ushbu raqamlar orqali bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Ota-onalar uchun eng muhim qaror farzandiga maktab tanlash. Bu yo'lni samarali va oson qilish esa Pro maktab loyihasi yordam beradi. Obuna bo'lishni unutmang.